Istiqlol san'at saroyini shunday yonidan 2 xonali 3-qavat 62 kvadratli bizremont uyimizni bitta obzor qilib ko'ramiz. Podyezddan kirishingizda mana shunaqa prixoshkasi kengina, o'ng tomonda kuxnya plus balkon, bu yoq tomonda bitta xona plus yana balkon, bu yoq tomonda yana bitta xonasi bor, hojatxona, vannasi. Kirishdan o'ng tomondan boshladim. Bu kuxnya bo'ladi. Kuxnya hozirgi kunda balkonga olib chiqilgan. Bu kuxnyaning hozirgi holati. Bu birinchi xonani ko'rinishi, ko'ryapsizlar qanaqa katta va keng, plus balkon tomonga o'tilyapti 2 metrga 5 metr. Bu o'zi 7 metr bo'ladi, o'rtani bekitilgan, sababi kuxnya bilan alohida qilib qo'yilgan. Bu yoq tomon orqa dvorni ko'rinishi. Bu yana bitta xonamizning ko'rinishi, ya'ni bu ikkinchi xonasi. Ko'rayotganingizdek uyimizda bezremont holatda hojatxonasi, bu esa vannasi. Hurmatli kuzatuvchilar, hammasini aytib o'tdim. Endi faqat bitta telefon qilib, uyga kelib ko'rib joyda baraka qilishinglar qoldi. Hammanglarga omad yor bo'lsin.